u ko'ngil sinsa, azizlar, uni o'rniga kelmaydi. Bir ko'ngilni, dilni sindirib qo'yadigan bo'lsa, ko'rganmiz-ku hayotda, o'rniga kelishi juda qiyin. Ming yaxshi gapirganingizda ham haligi darsda belgisi bo'ladi-da. Shuning uchun dinimizda inson qalbi Ka'badan ham, sha'nidan ham ulug' deyiladi. Umar roziyallohu anhu gaplari bor-ku, Ka'baga qarab: "Ey Ka'ba, sen buyuksan, seni hurmating cheksiz. Lekin bir bandani hurmati sendan-da ulug'dir" dedilar. Chunki Ka'bani Ibrohim alayhisalom qurdi Allohning amri bilan. Lekin qalbni Alloh yaratgan. Bu Allohniki. U ko'ngil sinsa, azizlar, uni o'rniga kelmaydi. Bir ko'ngilni, dilni sindirib qo'yadigan bo'lsa, ko'rganmiz-ku hayotda, o'rniga kelishi juda qiyin. Ming yaxshi gapirganingizda ham haligi darsda belgisi bo'ladi-da. Shuning uchun dinimizda inson qalbi Ka'badan ham, sha'nidan ham ulug' deyiladi. Umar roziyallohu anhu gaplari bor-ku, Ka'baga qarab: "Ey Ka'ba, sen buyuksan, seni hurmating cheksiz. Lekin bir bandani hurmati sendan-da ulug'dir" dedilar. Chunki Ka'bani Ibrohim alayhisalom qurdi Allohning amri bilan. Lekin qalbni Alloh yaratgan. Bu Allohniki.